Bugun men sizga yangi qonun va yangi tartiblar haqida oddiy, lekin juda muhim tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir odamga tegishli. Kredit olganlarga, jarimasi borlarga, aliment to'laydiganlarga, tadbirkorlarga, uy-joy hujjatlari bilan ishlayotganlarga, hatto menda hech qanday muammo yo'q deb yurgan fuqarolarga ham. Chunki qonun o'zgarganda eng katta xato shuki, odamlar uni kech biladi. Kech bilgandan keyin esa karta bloklanadi. Jarima ko'payadi, sudga chaqiruv keladi, ish joyiga xat boradi yoki mulk bilan bog'liq ish to'xtab qoladi. Shu sababli videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kimlar xavotir olishi kerakligi, kimlar tinch yurishi mumkinligi, qaysi holatlarda istisno borligi va eng asosiysi bugundan boshlab amalda nima qilish kerakligini aniq aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham tejaydi. Oldin ko'p masalalarda fuqarolar keyinroq ko'raman, chaqirishsa boraman, xat kelsa bilaman, qarz ozgina ku deb yurardi. Masalan, yo'l harakati jarimasi bo'lsa, odam uni bir necha oy unutib yuborardi. Kredit to'lovi kechiksa, bankdan qo'ng'iroq keladi, undan keyin yana kutaman deb o'ylardi. Aliment bo'yicha qarzdorlik bo'lsa, ba'zi odamlar ish joyim yo'q, daromadim rasmiy emas, baribir hech narsa bo'lmaydi deb hisoblar edi. Soliq yoki kommunal qarzdorlikda ham shunday, bir kun to'layman degan fikr ko'p edi. Endi esa yangi tartiblarning asosiy mazmuni shundaki, davlat organlari, sud, ijro tizimi, banklar va elektron bazalar o'rtasidagi aloqa kuchaymoqda. Ya'ni siz haqingizdagi qarzdorlik, majburiyat, cheklov yoki hujjatdagi kamchilik qog'oz papkalarda yotib qolmaydi. U elektron tizimda ko'rinadi, tezroq aniqlanadi va unga tezroq chora ko'riladi. Bu oddiy odam uchun nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi mayda ko'ringan qarzdorlik ham katta noqulaylikka sabab bo'lishi mumkin. Oldin biror qaror chiqqandan keyin uni bajarish jarayoni sekinroq bo'lgan. Masalan, sud qarori bor, lekin ijro harakati boshlanishi uchun vaqt ketadi. Yoki jarima bor, lekin fuqaro uni eslamaydi. Tizimlar bir-biriga tez ulanmagan bo'ladi. Hozir esa raqamlashtirish kuchaygani sari qarzdorlikni yashirish, unutish yoki ko'rinmay qoladi deb yurish xavfli bo'lib bormoqda. Qonunning maqsadi ham shunda majburiyat bo'lsa, uni vaqtida bajarish, haqiqiy qarzdordan undirish, boshqa tomonning huquqini himoya qilish, tartibni kuchaytirish. Lekin men bu yerda bir narsani alohida aytaman. Yangi qonun faqat jazolash uchun emas. U odamlarni ogohlantirish, hujjatlarni to'g'rilash, qarzdorlikni tartibga solish, nizolarni rasmiy yo'l bilan hal qilish uchun ham muhim. Agar siz o'z vaqtida tekshirsangiz, ariza yozsangiz, dalil ko'rsatsangiz, bo'lib to'lashni so'rasangiz yoki noto'g'ri qarorni bekor qildirsangiz, ko'p muammolarning oldini olasiz. Eng katta o'zgarishlardan biri shuki, endi fuqaroga tegishli majburiyatlar ko'proq elektron shaklda nazorat qilinadi. Masalan, jarima, soliq qarzi, aliment, sud qarori bo'yicha undiriladigan summa, kredit bo'yicha talab, tadbirkorlik bilan bog'liq majburiyatlar yoki boshqa to'lovlar rasmiy tizimlarda aks etadi. Bu ma'lumotlar asosida bank hisob varaqlari, plastik kartalar, ayrim davlat xizmatlari, transport vositasi yoki ko'chmas mulk bilan bog'liq amallar vaqtincha cheklanishi mumkin. Men oddiy misol keltiraman. Bir fuqaroning 300 ming so'm yo'l jarimasi bor. U buni ahamiyatsiz deb o'ylaydi. Vaqt o'tadi, jarima muddatida to'lanmaydi. Keyin u mashinasini sotmoqchi bo'ladi yoki texnik ko'rik, rasmiylashtirish, sug'urta, hujjat bilan bog'liq ishga boradi. Tizimda qarzdorlik chiqadi. Natijada u o'sha kuni ishini bitira olmaydi. Agar jarima ustiga qo'shimcha xarajat, ijro yig'imi yoki boshqa majburiy to'lov qo'shilsa, 300 ming so'mlik masala 500 ming, 700 ming yoki undan ko'proqqa chiqib ketishi mumkin. Yana bir misol. Bir odam kredit olgan, oyiga 1 million 200 ming so'm to'lash kerak. Bir oy kechikdi. Bank ogohlantirdi. Ikkinchi oy ham to'lamadi. Uchinchi oyga borib summa 3 million 600 ming so'mdan oshadi. Ustiga penya foiz jarima qo'shiladi. Keyin bank sudga yoki notarial ijro hujjatiga murojaat qilishi mumkin. Shundan keyin ish majburiy ijroga o'tadi. Endi masala bank bilan telefon orqali gaplashish darajasidan chiqadi. Hisob varaqlarga cheklov, ish haqidan ushlab qolish, mulkka taqiq qo'yish kabi oqibatlar paydo bo'lishi mumkin. Aliment masalasida ham o'zgarishlar odamlar o'ylagandan jiddiyroq. Agar ota yoki ona aliment to'lash kerak bo'lsa, bu shaxsiy kelishmovchilik emas, bolaning huquqi masalasidir. Masalan,
oyga 800 ming so'm aliment belgilangan bo'lsa va odam uni oy to'lamasa, qarzdorlik kasb million so'm bo'ladi. Ustiga javobgarlik chorasi qo'llanishi mumkin. Ayrim hollarda xorijga chiqishga cheklov, haydovchilik huquqi, ma'muriy yoki jinoiy javobgarlik bilan bog'liq masalalar ham kelib chiqadi. Men doim aytaman, alimentni sobiq turmush o'rtog'imga pul bermayman deb tushunish xato. Bu pul bolaning ovqati, kiyimi, dori-darmoni, bog'cha yoki maktab xarajatidir. Birinchi navbatda kredit, mikroqarz yoki bo'lib to'lash shartnomasi bo'yicha kechikishi bor odamlar e'tiborli bo'lishi kerak. Chunki kichik kechikish ham kredit tarixiga ta'sir qiladi. Kredit tarixi buzilgan odam keyin uy-joy krediti, avtomobil krediti yoki biznesi uchun qarz olishda qiynaladi. Masalan, bugun 2 million so'mlik qarzni vaqtida yopmaganingiz uchun ertaga 300 million so'mlik ipoteka rad etilishi mumkin. Bank sizning daromadingizga emas, avvalgi majburiyatlaringizni qanday bajarganingizga ham qaraydi. Ikkinchi guruh jarimasi bor haydovchilar. Men kamera jarimasini ko'rmaganman degan gap ko'p hollarda muammoni hal qilmaydi. Agar jarima tizimda mavjud bo'lsa, uni tekshirish va vaqtida to'lash kerak. Agar siz jarimaga rozi bo'lmasangiz, unda belgilangan tartibda shikoyat qilish kerak. Shunchaki e'tiborsiz qoldirish eng yomon yo'l. Chunki jarima muddatidan o'tsa, u keyingi bosqichga o'tishi mumkin. Uchinchi guruh aliment to'lovchilar va aliment oluvchilar. To'lovchi har bir to'lovni isbotlay olishi kerak. Aliment oluvchi esa qarzdorlik bo'lsa, uni rasmiy tartibda talab qilishi kerak. Og'zaki kelishuvlar keyin juda ko'p nizoga sabab bo'ladi. Masalan, odam men har oylab pul berib yurganman deydi, lekin qo'lida chek, tilxat, bank o'tkazmasi, guvoh yoki boshqa dalil bo'lmasa, bu gapni isbotlash qiyin. 4-guruh tadbirkorlar. Soliq, ijara, shartnoma, ishchi xodimlar bilan hisob-kitob, litsenziya yoki ruxsatnoma masalalarida hujjatga juda ehtiyot bo'lish kerak. Tadbirkor men bilmaganman desa ham, ko'p hollarda javobgarlikdan qutulib qolmaydi. Kichik do'kon egasi kassa chekini bermasa, ishchi bilan rasmiy shartnoma qilmasa yoki soliq hisobotini vaqtida topshirmasa, bu keyinchalik jarima va tekshiruvga sabab bo'ladi. 5-guruh uy-joy oldi-sotdisi, meros, hadya, ipoteka yoki garov bilan shug'ullanayotganlar. Mulkda taqiq, qarzdorlik, sud nizosi, kadastrdagi xato, merosxo'rlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lsa, bitim to'xtab qoladi. Men ko'p ko'rgan holat, odam uy uchun oldindan pul beradi. Keyin notariusga borganda mulkda taqiq borligi chiqadi. Shuning uchun har qanday yirik bitimdan oldin hujjatlarni to'liq tekshirish shart. Agar sizning qarzingiz yo'q bo'lsa, jarimalaringizni vaqtida to'lasangiz, kreditlaringiz bo'yicha kechikish bo'lmasa, aliment yoki sud qarori bo'yicha majburiyatingiz yo'q bo'lsa, rasmiy xabarlarni kuzatib borsangiz, siz ortiqcha xavotir olmaysiz. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Chunki ba'zan tizimda xato bo'lishi mumkin. Masalan, siz to'lagan jarima yopilmay qolgan bo'lishi mumkin. Bank kreditni yopgan, lekin ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Soliq qarzdorligi noto'g'ri hisoblangan bo'lishi mumkin. Shu sababli tinch yurishning eng yaxshi yo'li bu o'z ma'lumotlaringizni vaqti bilan tekshirib turishdir. Men buni tibbiy ko'rikka o'xshataman. Kasal bo'lishni kutib o'tirmaysiz, oldindan tekshirasiz. Huquqiy masalalarda ham shunday. Har 3 oyda jarima, soliq, kredit ijro ishi, mulk va shaxsiy ma'lumotlarini ko'rib qo'ysangiz, katta muammoni erta bosqichda ushlaysiz. Birinchi holat. Dilshod ismli haydovchi bor deb olaylik. U Toshkentga kelib ketadi. Kameralar ko'p joyda ishlaydi. Bir oy ichida unga 3 ta jarima tushadi. Biri bilmas 65 ming so'm, biri 200 ming so'm, yana biri 206 ming so'm. Umumiy summa 20 million, biriga 25 ming so'm. Dilshod SMS kelmaganini aytib to'lamaydi. Oradan bir necha oy o'tadi. Keyin u mashinasini sotmoqchi bo'ladi. Rasmiylashtirish paytida qarzdorlik chiqadi. U xaridor oldida noqulay ahvolga tushadi, bitim kechikadi. Jarima bo'yicha qo'shimcha xarajatlar paydo bo'ladi. Agar u jarimalarni birinchi oydayoq tekshirganida, balki imtiyozli muddatda kamroq to'lagan bo'lardi. Ikkinchi holat. Madina opa kichik savdo bilan shug'ullanadi. U ijaraga joy olgan, lekin shartnomani keyin rasmiylashtiramiz deb yuradi. Bir necha oy o'tib, ijara egasi bilan kelishmovchilik chiqadi. Madina opa joyni ta'mirlagan, 12 million so'm xarajat qilgan. Lekin qo'lida aniq shartnoma yo'q. Keyin men shuncha pul tikdim deb isbotlash qiyin bo'ladi. Yangi tartib va qonunlar sharoitida og'zaki kelishuvga suyanish juda xavfli. Hamma narsa yozma bo'lishi kerak.
kim qachon, qancha to'laydi, ta'mir xarajati kimniki, muddat qancha, shartnoma bekor bo'lsa nima bo'ladi. Uchinchi holat, Jamshid kredit olgan. Oylik to'lov 2 million so'm. Ishdan vaqtincha chiqib qoladi va 2 oy to'lay olmaydi. U bankdan yashirinadi. Qo'ng'iroqqa javob bermaydi. Bu katta xato. To'g'ri yo'l nima edi? Bankka borib, vaziyatni tushuntirish, restrukturizatsiya so'rash, to'lov grafikini o'zgartirish, kamida qisman to'lash. Chunki bank uchun ham mijozning butunlay to'lamay qo'yishi yomon. Agar mijoz ochiq gaplashsa, ko'p hollarda murosa variantlari topiladi. Lekin yashirinish ishni og'irlashtiradi. 4-holat. Bir ota alimentni naqd pulda berib yurganini aytadi. Har oy 1 million so'mdan 1 yil berganman deydi. Umumiy 12 million so'm, lekin pulni qo'lga bergan, tilxat olmagan, bank orqali o'tkazmagan. Keyin nizo chiqadi va aliment qarzdorligi hisoblanadi. U men berganman deydi, lekin isbot yo'q. Shuning uchun men aliment to'laydiganlarga doim aytaman. Faqat bank orqali o'tkazing yoki har bir to'lovga yozma tilxat oling. Izoh qismiga aliment to'lovi deb yozing. Bu sizni ham, bolani ham, ikkinchi tomonni ham himoya qiladi. Har bir qarzdorlik ham avtomatik ravishda siz aybdor degani emas. Ba'zan qarzdorlik noto'g'ri hisoblanadi. Ba'zan sizga tegishli bo'lmagan jarima keladi. Ba'zan to'lov qilingan, lekin tizimda aks etmagan bo'ladi. Ba'zan shartnomada adolatsiz bandlar bo'lishi mumkin. Ba'zan sud qarori haqida odam vaqtida xabardor bo'lmagan bo'ladi. Shunday holatlarda jim turish emas, rasmiy tartibda e'tiroz bildirish kerak. Masalan, sizga yo'l jarimasi keldi, lekin o'sha kuni mashinani boshqa odam boshqargan. Bunday vaziyatda dalil kerak. Ishonchnoma, ijara shartnomasi, kamera ma'lumoti, guvoh, transport vositasidan foydalanish holati. Men emas edim deyishning o'zi yetmaydi. Rasmiy ariza bilan murojaat qilish, belgilangan muddatni o'tkazib yubormaslik muhim. Yana bir nozik jihat muddatlar. Qonunlarda shikoyat qilish, to'lash, e'tiroz bildirish, apellyatsiya berish, ijro hujjatini ko'rib chiqish uchun aniq muddatlar bo'ladi. Odamlar ko'pincha mazmun bo'yicha haq bo'lsa ham muddatni o'tkazgan uchun yutqazadi. Masalan, siz jarima noto'g'ri deb o'ylaysiz, lekin shikoyat qilish muddatini o'tkazib yubordingiz, keyin uni bekor qildirish ancha qiyinlashadi. Yana bir muhim masala rasmiy xabarlarni o'qish. Ko'pchilik SMS, elektron xat, davlat xizmatlari kabineti, bank ilovasi yoki suddan kelgan xabarni jiddiy qabul qilmaydi. Aslida esa bugungi tartibda rasmiy elektron xabar ham muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Telefon raqamingiz eski bo'lsa, yashash manzilingiz yangilanmagan bo'lsa, elektron kabinetga kirmasangiz, xabar sizga yetib kelmagandek tuyuladi. Lekin tizimda u yuborilgan deb hisoblanishi mumkin. Pitfall. Ya'ni ko'pchilik tushadigan tuzoqlardan yana biri bu qarzni boshqa qarz bilan yopish. Masalan, odam kredit to'lovini yopish uchun mikroqarz oladi. Keyin mikroqarzni yopish uchun yana boshqa qarz oladi. Natijada 5 million so'mlik muammo 2 million so'mlik muammoga aylanadi. Men bunday holatda birinchi qadam sifatida barcha qarzlarni ro'yxat qilishni maslahat beraman. Kimga qancha, foizi qancha, muddati qachon, kechikish jarimasi qancha. Shundan keyin eng qimmat qarzdan boshlash yoki bank bilan kelishish kerak. Yana bir nozik masala birov uchun kafil bo'lish. Ko'p odamlar qarindoshim, do'stim, tanishim deb kafillikka imzo qo'yadi. Keyin asosiy qarzdor to'lamasa, bank kafilga murojaat qiladi. Kafil pulni men olmaganman deb o'zini himoya qila olmaydi. Chunki u shartnomaga imzo qo'ygan. Demak, yangi tartiblar kuchaygan sharoitda kafil bo'lishdan oldin juda jiddiy o'ylash kerak. Kafil bo'lish bu faqat yordam emas, bu moliyaviy javobgarlik. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Bugun siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam. O'zingizda bor barcha majburiyatlarni yozib chiqing. Kreditlar, bo'lib to'lash shartnomalari, jarimalar, soliq, aliment, kommunal to'lov, ijara, kafil bo'lgan shartnomalar, sud nizolari hammasini alohida ro'yxat qiling. Har birining yoniga summa, muddat, kimga to'lanishi va dalil hujjatini yozing. Ikkinchi qadam, rasmiy manbalardan tekshiring. Davlat xizmatlari markazi yoki MyBankka qudib, uz orqali shaxsiy ma'lumotlaringiz. Ayrim qarzdorliklar va xizmatlarni ko'rishingiz mumkin. Soliq masalalari bo'lsa, soliq organlari elektron xizmatlar orqali tekshiring. Yo'l jarimalari bo'lsa, rasmiy ilovalar yoki tegishli davlat xizmatlari orqali tekshiring. Kredit bo'yicha bank ilovasini, shartnomani va to'lov jadvalini ko'ring. Ijro ishi bor yo'qligini tegishli ijro tizimi orqali aniqlang. Uchinchi qadam, hujjatlarni yig'ing. Sizga pasport yoki ID karta, STIR, kredit shartnomasi,
To'lov kvitansiyalari, bank cheklari, SMS yoki elektron xabarlar, sud qarori, ijro hujjati, tilxatlar, shartnomalar, kadastr hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar nizo bo'lsa, dalilsiz gapirish foydasiz. Har bir to'lovning rasmi, PDF nusxasi yoki qog'oz kvitansiyasini saqlang. 4-qadam, agar qarzdorlik haqiqiy bo'lsa, uni reja bilan yoping. Pul yetmas, yashirinmang. Banka ijro organiga, soliq organiga yoki tegishli tashkilotga rasmiy murojaat qiling. Bo'lib to'lash, muddatni uzaytirish, penya bo'yicha tushuntirish, to'lov grafikini qayta ko'rib chiqish imkoniyatlarini so'rang. Arizada aniq yozing. Men qarzdorlikni tan olaman. Hozirgi moliya holatim sababli bir yo'la to'lash imkonim yo'q. Qarzdorlikni falon muddatda bo'lib to'lashga ruxsat berishingizni so'rayman. Yoniga daromad haqida ma'lumot, oilaviy holat, kasallik, ish joyidan ma'lumotnoma kabi dalillarni qo'shish mumkin. 5-qadam, agar qarzdorlik noto'g'ri bo'lsa, e'tiroz yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Men rozi emasman deb yozish yetmaydi. Falon sanada falon summa to'langan, kvitansiya ilova qilinadi. Transport vositasi o'sha vaqtda boshqa shaxs foydalanishida bo'lgan. Qaror haqida xabar berilmagan. Hisob kitobda xato bor deb aniq yozing. Har bir gapga hujjat qo'shing. 6-qadam, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va elektron kabinetlaringizni yangilang. Ko'p muammo oddiy beparvolikdan chiqadi. Telefon raqami o'zgargan, lekin bankda eski raqam turibdi. Manzil o'zgargan, lekin rasmiy bazada eski manzil qolgan. Elektron pochta ishlamaydi. Natijada xabarlar kelmaydi. Keyin odam men bilmaganman deydi. Bunday bahona har doim ham yordam bermaydi. 7-qadam. Katta bitimlarda mutaxassis bilan maslahatlashing. Uy sotib olish, mashina olish, biznesga sherik kirish, kafil bo'lish, katta kredit olish, merosni rasmiylashtirish kabi ishlarni shoshilinch qilmaslik kerak. Notarius, advokat, bank mutaxassisi yoki tegishli davlat organidan tushuntirish oling. 200 ming so'm maslahat pulini tejayman deb, keyin 200 million so'mlik nizoga tushib qolish mumkin. Agar siz rasmiy ariza bermoqchi bo'lsangiz, unda quyidagilar bo'lishi kerak. Kimga murojaat qilinyapti? Kim murojaat qilyapti? Pasport yoki ID ma'lumotlari, telefon raqam, manzil, masalaning qisqa mazmuni, aniq talab, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, sana va imzo. Ariza odobli, aniq va huquqiy tilda bo'lsin. Tahdid, haqorat, uzun hissiy hikoya kerak emas. Masalan, menga nisbatan hisoblangan qarzdorlikni qayta tekshirishingizni so'rayman. Chunki 2024 yil g'umdijmay kuni 1 million 500 ming so'm to'lov amalga oshirilgan. To'lov cheki ilova qilinadi. Mana shu uslub eng to'g'ri. Agar siz bo'lib to'lashni so'rasangiz, aniq taklif bering, iltimos yordam bering emas. Qarzdorlik 6 million so'm. Men har oyning 10 sanasida 1 million so'mdan 6 oy davomida to'lashga tayyorman deb yozing. Shunda murojaatingiz jiddiy ko'rinadi. Agar daromadingiz vaqtincha kamaygan bo'lsa, buni hujjat bilan ko'rsating. Ishdan bo'shagan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi yoki buyruq nusxasi, kasallik bo'lsa, tibbiy ma'lumotnoma, oilaviy holat bo'lsa, tegishli hujjatlar qo'shilishi mumkin. Agar sizga nisbatan ijro harakati boshlangan bo'lsa, ijrochidan ish materiallari bilan tanishishni so'rashingiz mumkin. Qaysi hujjat asosida qancha summa, qachondan beri, qanday hisob kitob bilan undirilayotganini bilishga haqlisiz. Bilmasdan turib shikoyat yozish qiyin. Avval hujjatni oling, keyin tahlil qiling, keyin qaror qabul qiling. Bugungi yangi qonun va yangi tartiblarning asosiy sabog'i shuki, endi huquqiy va moliyaviy majburiyatlarni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Jarima kichik bo'lsa ham tekshiring. Kredit kechiksa, bankdan yashirinmang. Aliment bo'lsa, har bir to'lovni hujjatlashtiring. Uy, mashina, biznes yoki kafil bo'lish masalasida avval hujjatni o'qing, keyin imzo qo'ying, rasmiy xabarlarni kuzating, muddatlarni o'tkazmang, dalillarni saqlang. Men ekspert sifatida sizga eng muhim tavsiyani beraman. Muammo katta bo'lishini kutmang. Bugun 10 daqiqa vaqt ajratib, qarzdorliklaringizni, jarimalaringizni, kreditlaringizni va rasmiy ma'lumotlaringizni tekshiring. Shu oddiy ish sizni ertangi katta xarajatdan, sud nizosidan, karta bloklanishidan yoki mulk bilan bog'liq muammodan saqlab qolishi mumkin. Sizningcha, yangi tartiblar odamlarni intizomli qiladimi yoki oddiy fuqarolar uchun qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu mavzuni bilish bugun har birimiz uchun juda muhim.